ham dacha ham uy sifatida foydalanishi mumkin bo'lgan bu joyning narxi $120,000 va albatta narx kelishiladi. Shunaqa chiroyli manzarada uyingiz bo'lishini xohlaysizmi? Unda bu video obzorni oxirigacha ko'ring. Uyimiz 2 qavatli, Chimganda joylashgan va bundan dacha sifatida ham foydalanishingiz mumkin. Va shunaqa o'zini katta zimni basseyni bor va bu basseyndan tashqari shunaqa chiroyli bo'lib ko'rinib turadi. Manzarani o'zingiz tomosha qiling. Maza qilib dam olish uchun saunasi ham bo'lsa-chi. O'zini shunaqa chiroyli ko'rinishi bo'lsa ham, hovlini o'zida tabiiy ziyonli zonasi bor. Endi sizlar bilan 2 etajli uyimizni ichini ko'rib chiqamiz. Eshikdan kirishingiz bilan o'zini koridori bor. Keyingi xonamiz mehmonlar uchun mehmonxona. Ta'mirdan chiqqan, chiroyli qilib. Mehmonxonadan to'g'ri kirganda o'zini oshxonasi ham bor. Endi sizlar bilan uyimizning 2-qavatini ko'rib chiqamiz. 2-etajimizda esa bu joyi dam olish zonasi sifatida ishlatilgan bo'ladi. Birinchi xonamiz kotalar uchun yotoqxona. Bu esa ikkinchi kotalar uchun xonamiz. Uchinchi xonamiz esa bolalar yotoqxonasi. Bu videoni yozda Toshkentdan To'qoqocha degan o'rtog'ingizga tashlab qo'yinglar.